Zafer. Bunga qo'yilib, g'alabasi odamlarning yonibdi. Qudratda, Qamariddin va To'xtamishxondan qolishmay turgan dushmaningiz Misr sultoni Faraj bugun mag'lub etildi. Farzand tarjimaningiz Shohruh Mirzo, xoin nabirangiz Sulton Husayn Mirzo qamal qilindi. Bu bilan birga 5 ga yaqin navkarlari asirga olindi. G'alaba muborak, olamxonoq. G'alaba, ulug' zafar. Ammo men mag'lub bo'lganimda ham bunchalik aziyat chekmagan edim. O'z nabiram, o'z qo'limda asir. Bunga qandoq chidamoq kerak? Ulxoyinni huzurimga keltiring. Bosh ustiga. Assalomu alaykum olamxonoq. Va alaykum assalom pir. Menga yordam bering. Men aziyat chekmoqdaman. Tushunarmen olamxonoq, tushunarmen. Bu aytadigan gapim sizga maslahat emas, balki joyimdir. O'z nabirangizga mehribonlik ila hukm chiqarmoqingiz lozim. Yo'q, bu betofukka shavkat yo'q. Olib kelinglar. Bobozon, kechiring meni otavonni. Sening qarshingda Turoni zamin sultoni Amir Temur turibdi. Bobang emas. Turoni zamin sultoni Amir Temur baragoniga intizo qilamen. Men bir ojiz bandaga rahim shafqat qilsinlar. Men sevgi yo'lida adashgan bandani affetsinlar. Sevgi deysanmi? To'xtang olamxonoq, to'xtang. Qarigan chog'ingizdan farzandingiz qoni bilan qo'lingizni bulg'amang. Sen nimani sevding, Dajjal? Men o'z Turoni zamin vatanimni jonimdan ortiq sevamen. Sevgi, muhabbat mardlarga yarashadi. Sen o'z vatan ishqingdan bir ayol ishqini ustun qo'yding, Dajjal. Men Dajjal emasman, men Amirzodaman. O'zingiz-ku barcha nabiralaringizga suyurg'ol nom etib menga hech vaqo bermadingiz. Bunga kim ham fidolardi, olamxonoq? Mol-mulk degan, men mol-mulkni nabiram yoki amir ekanligiga qarab emas, balki u bu ulug' saltanatga qilgan ishlariga qarab berar edi. Betofuk, shunga ham aqling yetmadimi? Siz oliy olamxonoq erasiz, nabirangizga adolatli qaror chiqaring, olamxonoq. Xo'sh, sen yashashni istaysanmi? Ha, bobozon, yashashni istayman. Shuncha gunohlaringdan keyin hammi? Bu gunohlarning ustida yashashni istayman. Xo'p, meni ishontirdingiz. Qarigan chog'imda o'z qo'limni, o'z nabiram qoni bilan bulg'ash mendek buyuk insonga yarashmaydi. Ammo bu Dajjal hamma jazolardan ham ozod etildi degani emas. Buning 500 askari ila hamma askarlarimiz oldida yuztuban yotqizib 20 darra urilsin. Bosh ustiga. Amir, Hukmdorim, bu qanday bo'lar ekan? Axir bu oddiy askar yoki jangchi emas, Sulton Husayn-ku. mening saltanatimda amir uchun ham, bir sipoh uchun ham jazo birdir. Amir, Men roziman, pirim, men roziman. Amir, bu jazoni o'tashiga o'zingiz ko'z quloq bo'ling. Bosh ustiga olamxonoq. Oh, mening yoshlik yillarim davlatni mo'g'ullardan ozod etish yillariga to'g'ri keldi. Agar davlat tinch va osoyishta bo'lganida men ham olim bo'larmidim. Mening bu ulug' saltanatimdan qanchadan qancha pirlar va mashayiklar, olimlar chiqqan. Agarda Mirzo Ulug'bek ham shular yo'lidan borganda men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Inshaalloh.